Akalar opalar ogoh bo'linglar, akamizni ko'ryapsizlar. Sababi akamiz gripp bo'lib, o'zi har xil dori ichib, badanlariga allergiya toshib ketib, mana bunaqa qashinib, manday bo'lib ketganda yara bo'lib. Akalar opalar ogoh bo'linglar, bu opasniy narsa. O'zlaring har xil dorilarni ichmanglar gripp bo'lganlaringni ham. Akajon, sizga nima bo'ldi? Gripp kuchayib ketib, o'zim dori-darmon qildim. U allergiya berib va mana shu yerda yangi ochilgan klinikani qidirib topib keldim, o'zimizga yaqin ekan. Tavsiya qilaman, birpasda menga dorilar ta'sir qilib, hozir o'zimga keltirishdi. Bu akamiz o'zi mana ikkinchi kafilni olyapti. Ko'rib turganlaringiz ikkinchisi bu. Apajon, bu klinikada qanaqa doktorlar bor? Yana kelaman deydilar. Mana akamiz sarson bo'lib topolmay zo'rg'a topib kelganda. Гинекология, лор, кардиология, терапевт, невролог, невропатолог, хирургический, детский педиатр. Полиптан проблемасы borlar, кровотечение, миома, эрозия, прожигание qildirganlar kelsa bo'ladi, spiraldan problema bo'lib кровотечение ketganlar kelsa bo'ladi, besplodiya, farzandsizlar kelsa bo'ladi. Jenskiy tarafdan bor, ginekolog doktor. Polniy hammasi bor. Akalarimiz uchun urolog doktorimiz bor. Hozir kirib ko'rsatamiz ham. Bitta akalarimiz uchun peshok tomchilab qolishi urologik tarafdan farqi yo'q. Qanday kasalligingiz bo'lsa, akalarimiz uchun buyrak shamollash, buyragida toshi bor, urologik hamma namun doktorlarimiz bor. Tish doktori, russkiy, o'zbek, tojik hamma namun doktorlarimiz bor. Qanday top kelsa bo'ladi?